Assalomu alaykum do'stlar. Jahon Consulting kanaliga xush kelibsizlar. Jahon Consulting, ya'ni tekin darslarimiz yana Jahon Consulting kanali orqali yozib borilyapti. Agar sizlarga pulli darslik kerak bo'ladigan bo'lsa, to'liq darslik kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahon Consulting adminiga murojaat qilishingiz mumkin. Va sizlarga biz guruhga qo'shib qo'yamiz. Pulli darslarimizda bemalol qatnashishlar bo'ladi. Bu darslarimiz yozib olinyapti Jahon Consulting kanali orqali. Hozirda o'tadigan grammatikamiz innida imnika grammatikalari hisoblanadi. Va biz darsimizni yana davom ettiramiz. Innida imnika grammatikalari. Bu qanaqa grammatika va qayerlarda ishlatilishi mumkin? Ikkinchi qism. Innida grammatikalari bu albatta yana eslatib o'taman, chongolovni yakunlovchi ot kesim grammatikasi hisoblanadi. Bular o'zbek tilida ma'no bermaydi yoki ma'no berishi dir degan ma'noni berishi mumkin. Va bu grammatikada nisbatan otlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Otlarda patching bo'lsa ham, bo'lmasa ham bir xillikda innida grammatikalari qo'shib ishlatilishi mumkin. Innida grammatikasi agar tarjima qilmoqchi bo'lsak, dirmi degan ma'noni bildiradi. Innida grammatikasi esa dir degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni innida bu so'roq, savol so'raganda ishlatiladi. Innida esa javob berganda ishlatiladigan grammatik konstruksiya hisoblanadi. Misol uchun quyidagi gapni ko'ramiz. Steven Shinan migu saraminnika. Steven, siz amerikalikmisiz? Ya'ni Steven Shinan migu saraminnika. Saram so'zi ot, to'g'rimi? Otga innika grammatikasi qo'shildi va saram so'zidan keyin patching bor. Patching bo'lsa ham, bo'lmasa ham bir xillikda innika grammatikalar qo'llaniladi va gapda so'rayapti. Siz amerikalikmisiz? Saram innika. Shuning uchun innika grammatikasi qo'shildi bizada. 저는 미국 사람입니다. Ha, men amerikalikman deb javob beryapti va javob berganda esa innida grammatikasini qo'llayapti va innida imnika grammatikalari eslatib o'taman. Bu rasmiy ot kesim grammatikasi hisoblanadi. Ya'ni rasmiy degani rasmiy joylarda ishlatilishi mumkin. Misol uchun tadbirlarda yoki qanaqadir rasmiy joylarda, direktor oldida yoki umumiy ma'noda rasmiy joylarda ishlatiladigan, elchixonada misol uchun bo'lishi mumkin. Ishlatilishi mumkin bo'lgan barcha joylarda innida imnika grammatikalari ishlatiladi va bu oldingi o'tgan yeo grammatikamizni rasmiy ko'rinishi hisoblanadi. Innida grammatikalari. Innida grammatikalari savol so'raganda ishlatiladi. Innida grammatikalarimiz esa javob berganda ishlatiladi. gapni ko'rishimiz mumkin. Steven Shinan 학생입니까? 네, 저는 학생입니다. Steven, siz talabamisiz? deb so'rayapti. So'roq, ya'ni 입니까? 네, 저는 학생입니다. Ha, men talabadirman yoki talabaman deb murojaat qilyapti. 저는 최정우입니다. 최정우, ya'ni mening ismim 최정우dir deyapti. yoki mening ismim 최정우 deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Ya'ni innida imnika grammatikasini tarjima qilsa ham bo'ladi, tarjima qilmasa ham bo'ladi. Ya'ni 저는 최정우입니다 deb murojaat qilyapti. Xuddi shunaqa ishlatsak bo'ladi. Ya'ni innida imnika grammatikalari rasmiy grammatika bo'lib, dir degan ma'noni bildirishi mumkin yoki umuman ma'no bildirmasligi mumkin. Misol uchun 학생입니다 so'zida ko'ryapmiz. Talabadirman yoki 미국 사람입니다. Amerikalikman. innida bu dirman degan ma'noni, dir degan ma'noni bildirib, bu xohlagan otlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. 학생 talaba, piyanosa, advokat yoki umumiy ma'noda bu kasbni bildirmaydigan so'zlar ham bo'lishi mumkin. Umumiy otlarga nisbatan qo'llaniladi va otlarga nisbatan qo'shiladi. Misol uchun 미국 사람입니다 so'zi ham men amerikalikman, amerikalik odamman degan ma'noni beryapti. Ya'ni amerikalikman degan ma'noda ishlatilyapti, saram so'ziga qo'shilyapti. Shuning uchun bu faqat kasblarga nisbatan so'zlarga emas, umumiy ma'noda otlarga nisbatan qo'llaniladigan grammatik konstruksiya hisoblanadi. Xuddi shunaqa. 저는 최종우입니다. 그림을 보고 보기와 같이 이야기해 보세요.
마리코, misol uchun 일본 사람 deyiladi-da. 만나서 반갑습니다. 저는 마리코입니다. deb ishlatadi-da. Xuddi shunaqa. 네, 저는 일본 사람입니다. deb ishlatilishi mumkin. 반갑습니다, 마리코 씨. 마리코 씨는 일본 사람입니까? Dialog ko'rinishida tuzilishi mumkin. Bu mashqlarimiz xuddi shunaqa davom ettirsak bo'ladi. 줄리앙 프랑스 사람 misol uchun. 만나서 반갑습니다. 저는 줄리앙입니다. deb 긴 소리로 반갑습니다. 줄리앙 씨. 줄리앙 씨는 프랑스 사람입니까? 네, 저는 프랑스 사람입니다. deb xuddi shunaqa ishlatsak bo'ladi. Keyingisi esa 카말. 카말 씨는 만나서 반갑습니다. 저는 카말입니다. deb ishlatsak bo'ladi. 반갑습니다, 카말 씨. 카말 씨는 nima bo'ladi? 인도 사람입니까? deyilsa, 네, 저는 인도 사람입니다. deb ishlatishimiz mumkin bo'ladi. keyingisi ham xuddi shunaqa. xuddi 켈리 만나서 반갑습니다. 저는 켈리입니다. deb xuddi shunaqa ishlatib ketsak bo'ladi. 반갑습니다, 켈리 씨. 켈리 씨는 호주 사람입니까? 네, 저는 호주 사람입니다. deb xuddi shunaqa gaplarda qo'llab ketsak bo'ladi. Va dialog bu boshqa grammatika ekan. Bizada bu grammatika bo'yicha dialog va nima ekan? Steven 씨는 미국 사람입니까? 네, 저는 미국 사람입니다. xuddi shunaqa ifodalasak bo'ladi va bu dir degan ma'noni beryapti. Siz shunaqadirmisiz? Men shunaqadirman yoki men shunaqaman. Umumiy ma'noda buni tarjima qilmasak ham bo'ladi. Ya'ni ma'nosi yo'q deb hisoblasak ham bo'ladi. Ya'ni o'zbek tilidagi ma'nosi yo'q. yoki agar bundan ma'no chiqarmoqchi bo'lsak, o'sha dir deb tarjima qilsak bo'ladi. Xuddi shunaqa mashqlarni davom ettiramiz. Alex keyingisi Alex이 반갑습니다. 알렉스 저는 알렉스입니다. 반갑습니다, 알렉스 씨. 알렉스 씨는 nima bo'ladi? Kuningizga bo'ladi. Keyingisi endi shaharlar emas. U kimligini nisbatan kimligini so'rayapti. 네, 저는 군인입니다. keyingisi 저스틴 가수. xuddi shunaqa. 저스틴 씨는 만나서 반갑습니다. 저는 저스틴입니다. 반갑습니다, 저스틴 씨. 저스틴 씨는 가수입니까? 네, 저는 가수입니다. deb xuddi shunaqa mashqlarni biz davom ettirib, ishlab chiqib bo'ladi. Va keyingisi 6-siga esa o'zimiz xohlagan insonimizni qo'yib ishlatsak bo'ladi. Xuddi shunaqa imnida imnika grammatikasi biror bir narsani o'zini tanishtirganda yoki kimligini aytganda, ismini aytganda, umumiy ma'noda bu nimadirga urg'u berib tanishtirganda ishlatiladi. Misol uchun bu parda, bu stul deganda ham hammasida dir qo'shimchasi imnida imnika grammatikalari qo'llaniladi. Bugungi darsimiz mana shu yoqqacha edi. Imnika imnida grammatikalari haqida qisqacha va mashqlar ozgina mashqlar haqida albatta biz ko'rib chiqishimiz kerak edi. Ko'rib chiqdik biza mashqqa va imnida imnika grammatikasi qanaqa grammatikaligi haqida tushunchaga ega bo'ldik va shu yerda darsimizni yakunlaymiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.